Qayni ukam olding akamniki, orqang meniki deb rossa qoqdi. Keyin: Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan bir ayolning qalbini larzaga solgan, his-tuyg'ularga boy, sadoqat va vasvasa o'rtasida bo'lgan hayotiy voqeani baham ko'raman. Bu voqea ko'pchiligimizning hayotidagi sinovlarni eslatadi. Erim Rustam Rossiyaga ketganida oramizda faqat masofa emas, vaqt ham ortga qaytmas bo'ldi. Har kuni tongda uning ovozi uchun uyg'onardim, har kecha telefonimga termulib yotar edim. U yoqda muammo ko'p edi: ishlash, pul jo'natish, sog'liq. Bu yerda esa men yolg'iz, og'irlikni ichimda ko'tarib yashayotgan ayol. Qaynonam bemor bo'lib qolganida Rustamning ukasi Aziz biznikida qolib turadigan bo'ldi. U hali 25 yoshda, ammo juda tarbiyali, jiddiy yigit edi. Ko'proq onasiga qarash, dori-darmon olib kelish, tomorqaga qarash bilan band bo'ldi. Men esa ich-ichimdan sinayotgan edim. Rustamning sovuqligi, uzoqligi, hatto ba'zida haftalab yozmasligi meni buzayotgan edi. Lekin hech kimga ayta olmasdim. Hatto o'zimga ham. Aziz bir kuni kechqurun deraza oldida turib: "Opajon, siz juda charchagansiz. Siz ham odamsiz-ku, o'zingizni nega bunchalik bosib yurasiz?" dedi. Bu so'z yuragimni titratdi. Birinchi marta kimdir meni ko'rayotgandek edi. Uydagi jimjitlik ichida men ilk marta tinglangan edim. Keyingi kunlar Aziz menga mehr bilan qarardi. Yordamlashar, ehtiyotkorlik bilan so'zlardi. Ko'zlarimiz ko'p bora to'qnash kelardi. Men esa o'zimni aybdor sezardim. Ammo shu bilan birga, bir tomonda esa yuragim titrardi. Bir kuni tunda chiroq ochdi. Aziz deraza yopishga chiqqanida men ham ortidan bordim. Yomg'ir yog'ayotgan edi. U menga tikilib qaradi. Yuzimga tomayotgan yomg'irni asta artdi. "Siz menga begona emassiz", dedi u pichirlab. "Aziz, iltimos, bu noto'g'ri", dedim, ammo yuragimga gap o'tmasdi. U hech narsa demadi. Shunchaki uzoq qarab turdi. Biz bir-birimizga yaqin edik, lekin bu yaqinlikni so'z bilan yo'q qila olmasdik. Men ichimdan urushar, qarshilik ko'rsatar, lekin yuragim allaqachon taslim bo'lgandi. Ammo bir kuni telefonimga Rustamdan xabar keldi. "Hammangni sog'indim. Yaqinda qaytaman." O'sha oqshom ko'zimga yosh keldi. Men o'z hayotimdagi eng katta xatoni qilmasdan turib o'zimni to'xtatdim. Azizga qarab: "Sen yaxshi yigitsan, lekin men bir oilaning ayoliman. Qaytib kelayotgan odam mening hayotim", dedim. Aziz hech narsa demadi. Faqat boshini egib chiqib ketdi. Bugun Rustam qaytib kelgan. Men esa hamon yuragimda bir og'riq bilan yashayman. Balki bu hayotimdagi eng og'ir sinf bo'lgandir. Lekin men halol qoldim. Vijdonim toza. Chunki haqiqiy sadoqat yurakni egallagan tuygudan ham ustun bo'lishdir. Rustam uyga qaytgan kuni men xuddi birinchi marta turmushga chiqqandek hayajonlandim. Yillar og'irligini o'zida ko'tarib kelgan, ko'zlarida charchoq va iztirob aralash mehr bilan kirib keldi. "Nargiza, kechirasan. Bilaman, uzoq qolib ketdim. Lekin bularni faqat sizlar uchun qildim", dedi u meni quchoqlab. Men esa indamay uning bag'rida jim turdim. Balki bir paytlar sindirib olgan ishonchni tiklash uchun bu birinchi qadam edi. O'sha kechasi biz uzoq suhbatlashdik. Ortamizda to'planib qolgan yillar, gam, sovuqlik, hasrat barchasi so'z bo'lib to'kildi. Men unga hech narsani yashirmadim. Azizning mehrini ham, ichimdagi chalkash hislarni ham. Rustam biroz jim qoldi. So'ng ko'zlarimga qarab shunday dedi: "Senga ishonaman. Chunki sen meni kutding. Lekin hozirdan boshlab men seni hech qachon yolg'iz qoldirmayman." Bu so'zlardan ko'nglim to'lib ketdi. Axir men izlagan narsa ham shu emasmi? Ko'rinmaydigan, lekin borligini his qiladigan mehr, yelkadosh. Keyingi haftalarda hayot yana o'z iziga tusha boshladi. Qaynonam sog'ayib, Aziz o'z uyiga ko'chib o'tdi. U bilan so'nggi marta bir gulzor yoqasida ko'rishdik. U indamadi, men esa: "Sen men uchun juda muhim insonsan, lekin biz boshqacha yo'l tutishimiz kerak edi", dedim. Aziz jilmaydi. Ko'zlarida og'riq, lekin hurmat aralash bir iliqlik bor edi. "Men sizni hurmat qilaman, opajon. Siz meni buzilmadan qutqardingiz." Shu bilan u orqaga qadam tashlab ketdi. Men esa bir nafas chuqur oldim.
Ichimda qoldirib ketilgan his-tuyg'ularni shamolga topshirgandek yengil tortdim. Yillar o'tmoqda. Endi Rustam bilan o'zaro munosabatlarimiz kuchliroq, chinakam samimiylik bor. Ba'zan yolg'iz qolganda o'sha kunlar yodimga tushadi. Azizning nigohi so'zsiz kechimi. Lekin men tanlovimdan afsuslanmadim. Chunki ba'zida ehtirosdan ham muhimroq narsalar bor. Vijdon, oilaviy qadr, halollik.